Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Jidda aeroportidan sizlarni uylarga yetkazib yuboramiz. Qachon deysizmi? 8-fevral kuni kelsangiz, qo'limizdan kelgancha xizmatingizni qilamiz. 12 kundan keyin shu hojilar singari uyingizga yetkazib yuboramiz. Allohim nasib qilsa. Agar bizdan tanlasangiz, afsuslanmaysiz, chunki necha yildirki bizdan kelib ketgan hojilarni hojatini chiqarib, juda ham xursand qilib, mamnun qilib uyga yetkazamiz. Chunki ota-onasini bizga ishonib topshirgan odam afsuslanmaydi. Boshdan oxirigacha o'zimiz boshqarish bo'lamiz. Aeroportdan kutib olamiz, ketkazamiz hamda boshdan oxirigacha nima muammo bo'lsa qo'limizdan kelgancha bartaraf qilamiz. Lekin bizning gastinsalarimizdan ko'pchilik mamnun. Shu paytgacha hali noligan odamni ko'rmadik. Inshaalloh xizmatingizdamiz. Bizniki komfort emas, ekonom emas, standart, o'rtacha. Har doim nima deyman hojilarimizga, o'rtasini tanlang. Balani ham emas, pastini ham emas. O'shaning uchun umra haj mashaqqat degan. Sal o'rtacharoq mashaqqat bo'laylik. Inshaalloh shu bahona qilgan gunohlarimizga kaffora bo'lib, jannatlarga billa kirish nasib qilsin hammamizga. Alloh rahmat eyla. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.